Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun o'pkaning iqtidori va uningga ta'sir yetkazadigan omillar degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu leksiyada asosliqi o'pkaning normal sig'imi, insonlarning nafaslanish ahvoli, nafaslanishga ta'sir yetkazadigan omillar, nafaslanish yaxshi bo'lmagan vaqtida kelib chiqadigan ahvollar va nafas ilishni qandoq qilib yaxshilash to'g'risida qisqacha to'xtalib o'taman. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatında bo'lsin. Öpkünün iqtidarı degan vaqtida biz oldi bilan öpkünün sig'imi bilan tanishib o'tishimizga to'g'ri keldi. Balog'atga yetgan sog'lom bir insonning o'pkisining umumiy sig'imi taxminan 6 litr bo'lib, uning ichida havo almashtirishga qatnashadigan o'pka sig'imi taxminan 3/1 litrdan 4/8 litr atrofida bo'ladi. Alayda chiniqqanlarninki havo almashtirish sig'imi sal cho'ng bo'ldi. Kichik bolalarning o'pka sig'imi kichik bo'ladi va yoshning o'st berishiga ergishib o'pkaninki havo almashtirish sig'imi yo'g'inab mangadi. Ayollarning va yashi 60 dan oshgan yashanganlarning o'pka sig'imi sal kichik bo'ladi. Normal nefes ilish sig'imi 0,5 litr yoki 500 millilitr bo'lib, bu odatda badanning ehtiyojini tamoman qondira oladi. O'pkaning zapas nefes ilish sig'imi 3/3 litr, zapas nefes chiqarish sig'imi 1/1 litr atrofida bo'lib, bu sig'im insonlar odatda kuchab nafaslanganda yoki ig'ir harakat qilgan vaqtida havo almashtirishga qatnashadi. Normalda men yuqorida deb o'tgandagidek, har bir nafaslangan vaqtida o'pka faqat 0,5 litr yoki 500 millilitr havo almashtirdi. Undan boshqa o'pkaninki faqat havo almashtirishga qatnashmaydigan sig'imi taxminan 1/1 litr bo'lib, u o'pkaning o'lik rayoni hisoblanadi. O'pkada kasal bo'lgan vaqtida yoki yashanganlarninki ya'ni o'pkada kasal borlarning yoki yashanganlarninki bu havo almashtirishga qatnashmaydigan o'pkaninki o'lik qismi cho'ngib mangadi. Natijada o'pkaning havo almashtirishga qatnashadigan qismi nisbatan kichiklab mangadi. İnsanlarning nafaslanish ahvoli. Birinchidan, balog'atga yetgan sog'lom inson normalda har minutda 15 qitim yoki har 4 sekundda bir qitim nafaslanadi. Uxlaganda nafas sal ostlaydi. Harakat qilganda tezlashadi. Kichik bola va yashanganlarning nafsi tez bo'ladi. Badan chiniqtirgan odamning nafsi nisbatan osti bo'ladi. Ikkinchi, balog'atga yetgan sog'lom odam normalda men yuqori deb o'tgandagidek har qitim 0,5 litr yoki 500 millilitr nafas oladi yoki havo almashtiradi. Kuchab nafas olgan vaqtida o'pkaninki nafas ilish sig'imi 3 litrdan ortiq bo'lib, ya'ni 3 litr havo o'pkaga kirib chiqa oladi. Bolalarning, ayollarning va yashanganlarning nafaslanish sig'imi nisbatan sal to'van bo'ladi. Uchinchisi, har minutdagi nafas ilish ritmi tezlashsa, har qitimliq nafas sig'imi to'vanlaydi. To'rtinchisi, nafas yo'li va o'pkada kasal bo'lsa yoki o'pka zaxmi bo'lsa, o'pkaning umumiy havo almashtirish sig'imi kichiklaydi. Nafas tezlashadi. Havo almashtirish unumi to'vanlaydi. Beshinchisi, nafas ilishga qatnashadigan muskul
ve nervlarda binormallik bo'lsa, nafas ta'siriga uchraydi. 6-si, qon aylanish yaxshi bo'lmasa, qon kamlik bo'lsa, yurak ojiz bo'lsa, havo almashish ta'siriga uchraydi. Ya'ni havo o'pkaninki oksigenga erishish va karbon oksidini sirtqa chiqarish unumi to'van bo'ladi. Undaqda qandaq omillar, qandaq ahvollar o'pkaning nafas ilishga ta'sir yetkazadi degan vaqtida, buni men tövəndə 3 xil tarafdan qısqacha tanıştırıb o'tmoqchi. Birincisi, mush o'pka omillari, ya'ni nafas ilishga ta'sir yetkazadigan o'pka omillari. Uning birinchisi, onaning homila vaqti to'shmay turib, muddatdan burun tug'ilib qolgan buvaqlarning o'pkasi to'liq yetishmaslik. Bu mushu yangi tug'ilgan kichik bolalarda nafas ilishga ta'sir yetkazadigan eng muhim, eng ko'p uchraydigan omilning birisi yoki sababning birisi. Ikkinchisi, buvaq tug'ilish jarayonida o'pkasiga suv kirib ketish yoki o'pkadagi suv vaqtida so'mirilmaslik, tozalanmaslik. Bumi biroz ko'p uchraydigan bir ahvol. Uchinchisi, o'pkadagi har xil kasalliklar. Masalan, o'pka yallig'i, o'pka suluq ushiqi, o'pka yallik ushiqi, uzun muddatlik yo'tal sababidan o'pka donchilari, ya'ni havo almashtirishga qatnashadigan o'pka donchilari yoki o'pka sharchilarininki yerilib, yirtilib ketishi. O'pka to'qilmari talalashish, ya'ni har xil kasalliklar sababidan bo'lib, radioaktiv nur qatorliq sabablardan o'pka to'qilmalarining talalashishi, natijada o'pka elastikligining tövənlab ketishi. To'rtinchisi, o'pka zaxmlanish yoki o'pka operatsiyasi qilib, o'pkaning bir qismi kesib ilib o'tish. Bular shu o'pka bilan bevosita munosabatlik nafas ilishga ta'sir yetkazadigan omillar. Nafas ilishga ta'sir yetkazadigan nafas yo'li omillari. Birinchisi, burun yallig'i, ig'ir zukam va boshqa sabablardan burni tutib qilish. Ikkinchisi, burnidagi tug'ma g'alatilik yoki burun temi samirib qilish sababidan burun bo'shlig'i tarayib olish, to'silib qilish. Uchinchidan, badamcha bez yallig'i, badamcha bez yo'g'inab qilish. To'rtinchisi, bo'g'iz yallig'i, bo'g'izni ishib qilish. Beshinchisi, kanay va kanaycha qatorliq nafas yo'li yallig'i va nafas yo'lida bo'ladigan har xil kasalliklar. 6-si, nafas yo'li atrofidagi o'sma sababidan nafas yo'li besilib qilish, nafas yo'li tarayib olish. Mana bular nafas ilishga ta'sir yetkazadigan nafas yo'li omillari. Nafas ilishga ta'sir yetkazadigan boshqa omillar, ya'ni o'pka va nafas yo'lidan boshqa omillar degan vaqtida birinchisi shu qovurg'a yallig'i yoki qovurg'adagi og'riq. Masalan, bizning qovurg'imiz og'rigan vaqtida u bizning nafas ilishimizga ta'sir yetkazishi mumkin. Ikkinchisi, ko'krakdagi muskullar yallig'lanib qilish, og'rish yoki nerva sababidan pala cho'p qilish. Bumi nafaslanishga ta'sir yetkazadigan muhim omillarning birisi. Uchinchisi, ko'krak qismidagi har qanday zaxma. To'rtinchisi, diafragma muskullaridagi binormallik. Ya'ni mush qo'saq bilan ko'krak qismining orasidagi muskul. Bu muskul bizning nafaslanishimizda nihoyatda muhim rol o'ynaydigan muskul bo'lib, buningdagi har qanday bir binormallik bizning nafas ilishimizga bevosita ta'sir yetkazadi. 5-si, yurak ojizligi, qon kamlik, qon aylanish yaxshi bo'lmaslik. Bo'libmi o'pka qon aylanishi yaxshi bo'lmaslik. 6-si, jigar raki va qo'saq qismidagi cho'ng o'smalar. Bu jigar raki yoki qo'saq qismi cho'ng o'smalar shu
ko'krak bilan qo'saq orasidagi muskulga ta'sir yetkazib, uningki biz nafas olgan vaqtimizda tövənlişini cheklab qo'ydi yoki uningga to'sqinlik qildi. Shu sababdan bizning nafas ilishimizga ta'sir yetkazdi. 7-si qo'saqdagi suvliq ushiq. Bumi mushu ko'krak bilan qo'saq orasidagi muskulning pastga tövənlab, ko'krak bo'shliqining cho'ng'iyishiga to'sqinlik qilish yoki cho'ng'iyishiga cheklama qo'yish orqali bizning nafas ilishimizga ta'sir yetkazdi. 8-si ayollarning homila mezgildagi oxirgi bosqichi. Bumi yuqorqi sabab bilan o'xshash mushu qo'saq bilan ko'krak orasidagi muskulniki tövənlishiga ta'sir yetkazib, bizningki nafas ilishimizga ta'sir ko'rsatadi. 9-si semizlik va badan chiniqtirmaslik. Bu yerda hamda asosliqi mushu bizning nafaslanishimiz mushu ko'krak qismidagi, andan keyin ko'krak bilan qo'saq orasidagi muskul bilan bevosita munosabatlik bo'lganligi uchun semiz badan chiniqtirmaydigan insonlarniki bu muskullarmi biroz ojiz bo'ldi. Shu sababdan u nafas ilishga bevosita ta'sir yetkazadi. Undaqda nafaslanish yaxshi bo'lmagan vaqtida, ya'ni o'pkaning iqtidor ta'siriga uchragan vaqtida qandoq oqibatlar kelib chiqadi degan vaqtida, nafaslanish yaxshi bo'lmaganda yoki o'pkaning iqtidori to'van bo'lgan vaqtida badanda ishlab chiqarilgan karbon oksid badan sirtiga vaqtida va to'liq chiqarilmaydi. Badandagi karbon oksid miqdori bora-bora yuqorilaydi. Ham shundaqla badan keraklik bo'lgan oksigenga yetarlik erisholmaydi va badandagi oksigen miqdori bora-bora tovanlaydi. Natijada tövandagi alomatlar kelib chiqadi. Birinchisi nafas ilish tizlashish yoki nafas ilish qiyilishish, yo'tilish. Ikkinchisi bosh qiyish, ko'z to'rlishish, bosh og'rish. Uchinchisi yurak tez so'qish, qon besimi yuqorilash. To'rtinchisi asrab qilish, oson charchash, og'riqlik his qilish. Beshinchisi hushi qalayimqonlashish, esda saqlash va o'rganish qobiliyati tövənlash, o'rganish xizmat unumi tövənlash. 6-si teri, tirnoq va qalbaki ko'kirib qilish. Bu mushu nafaslanish yaxshi bo'lmaganda yoki o'pkaning iqtidori tövənlab ketgan vaqtida kelib chiqadigan alomatlar. Badandagi oksigen miqdori normalda 95% bilan 100% orasida bo'lib, badandagi oksigen miqdori 90% bilan 95% orasida bo'lgan vaqtida u chegara rayon hisoblanadi. Agar badandagi oksigen miqdori 90% dan to'van bo'lsa, cho'qim doktorga ko'rinib, sababini aniqlab chiqishga va uningga qarata tadbir olishga to'g'ri keladi. Agar badandagi oksigen miqdori 80% bilan 85% orasida yoki uningdan to'van bo'lsa, miyaga bevosita ta'sir yetkazadi. Bundaq ahvolga hargiz sal qarg'ilib bo'lmaydi. Normalda badandagi oksigen miqdorini pulse oksimetr deydigan bu rasmda ko'rsatilgan oddiy asbob orqali o'lchab chiqish mumkin. Ya'ni u asbobni rasmda ko'rsatilgandek barmoqimizga qo'ygan vaqtimizda u orqali oksigen miqdori va tomirning har minutlik so'qish soniga erisha olamiz. Ya'ni badanda oksigen kam bo'lgan vaqtida oksigen miqdori tövənlaydi, tomirning har minutda so'qish qitim soni yuqori bo'ladi. Bu mushu asbobda ko'rayotgan ikki son, yuqoridagi son oksigen miqdori, tövəndagi son tomirning har minutlik so'qish vaqti. So'qish son qitim soni. O'pkaning iqtidori yoki nafaslanishni yaxshilash, ya'ni o'pkaning iqtidori nachar bo'lgan vaqtida yoki nafaslanish yaxshi bo'lmagan vaqtida bo'libmi bak mushu badandagi oksigenning miqdori 95% bilan 90% orasida bo'lgan vaqtida biz tövəndagi usullarni qo'llanib uni yaxshilay olishimiz mumkin. Birinchisi badan chiniqtirishga aktiv qatnashish, bo'libmi suv uzish,
İkincisi, qo'saq va ko'krak muskullarini chiniqtirishga ahamiyat berish. Bu qo'saq va ko'krak muskullari bizning nafas ilishimizga bevosita qatnashadigan muskullar bo'lganligi uchun uni chiniqtirish orqali biz nafasimizni yaxshilay olamiz. Uchinchisi, eng muhimi nafas ilishni bo'libmi o'pkaning sig'imchanligini oshirishni mashq qilish. Ya'ni bu e, e, rasmda ko'rsatilgandagidek mushu asbobni har kuni tulab berish orqali bizniki kuchab nafaslangan o'pka sig'imini barbara yuqoriltish, ya'ni qadama qadam yuqoriltish orqali 3000 yoki 3,5 ming millilitr yoki 3,5 litrga yetkazish, bu mashq qilish orqali tamoman yetkilib bo'ladigan bir ahvol. Mushu orqali biz o'pkaninki iqtidorini yoki nafaslanishni yaxshilay olishimiz mumkin. Albatta, ahvol biroz ig'ir bo'lgan vaqtida cho'qim doktorga ko'rinib, u ahvolning kelib chiqish sabablarini tepib, shuning qarta davolash ilib berishga to'g'ri keldi. Ammo men yuqorida deb o'tgandagidek, bu badanda oksigen kamligi ahvoli ancha ig'ir bo'lmagan vaqtida biz yuqoridagi mushu badan chiniqtirish, qo'saq, ko'krak muskullarini chiniqtirish, anadagi nafas ilishni mushu oksigen o'pkaninki sig'imchanligini oshirish orqali bu ahvoldan qutulish, ya'ni o'pkaning iqtidorini yaxshilash yoki nafaslanishni yaxshilash maqsadiga yeta olishimiz mumkin. Albatta, ahvol uningdan ig'ir bo'lgan vaqtida cho'qim men yuqorida deb o'tgandagidek doktorga ko'rinib, sababini aniqlab chiqib, shu sababga asosan davolash ilib berish kerak. Bugungi bu o'pkaning iqtidori va uningga ta'sir yetkazadigan omillar degan temadagi qisqa leksiyani misha oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglar ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizningki tinini salomat qilsin. Ko'rishishcha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.